Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Günlük turmuşimizda elektronlik mahsulotlarniki ko'payishiga ergishib, bir-birisida o'zaro hujjat almashtirish ehtiyoji tug'iladi. Masalan, alma kompyuterlar bilan iPhone bo'lsa, bir-birisiga AirDrop bilan bevosita har qanday hujjatni atqil bo'ldi, avatqil bo'ldi. Endi masalan Android bilan iPhone bir yakab qolgan vaqtda AirDrop ishlamaydi, o chog'da boshqa bir narsalarga ehtiyojimiz tug'ildi. Masalan, yana iPad bilan Windows kompyuter olsun, mayli iPhone bilan Windows tipdagi kompyuterlar bo'lsin, buningga ham shunda. Shunlashqa butun har qanday narsalarga o'zaro hujjat almashtira olishimiz uchun alohida bo'lgan bir yumshoq detalni bugun sizlarga tanishtirish va buni qachalash, qaysi xil shaklda ishlatamiz, hammani tafsilli ko'rsatib chiqaman. Bu jarayonda dars boshlashdan ilgari eslatib qo'yay. Bu yumshoq detal tamoman haqsiz va Android, Alma kompüter, Windows kompüter hamma narsalarga tamamen tushadi va normal qo'llaydi. Shu shaklda ishlatalasizlar. Unda bo'lsa biz oldi bilan Google ga kirib, bu yumshoq detalning ismi Send Anywhere. Buni yozgandan keyin birinchi ulanmaga kiramiz. Biz mavi o'rinlarni ko'rib chiqishdan ilgari mahsulot haqida tanishga ega bo'laylik. Productni bosgandan keyin qarasanglar, bu yerda butunlay mahsulot haqida butun uchurlar bor. Biz buni uyg'urcha tarjima qilib qarasanglar, chiroyli shaklda chiqdi. Har yerga avatish degan nima, qanday ishlaydi degandek tafsilotlar bu yerda bor va bu shirkatningki direktorlari va munosabatli xodimlari bor. Undan keyin ustida plus yana bossak, qaranglar. Buni ochgandan keyin birazdan keyin so'zlaymiz. Buningki haqliq va haqsiz nashri bor. Bizning turmushimizga haqsiz nashri tamoman yetadi. Agar bir shirkat yoki o'rinlar bo'lib qolsa, balki haqliq nashriga ham ehtiyoj bo'lishi mumkin. Buningki haqliq nashrining aloyidligi sig'imi va muddati to'shmaydi. Tez yo'llanma sur'ati tez, hujjatlar bexatar degandek ba'zi mazmunlar ortiq. Endi bu hozir qarasak, haqsiz bo'lgandan keyin birazdan keyin so'zlaymiz. Ulanish qurish va elektron xat sanduqiga avatish degandek iqtidorlar o'xshash. Faqat o'xshamaydigan tarafi buning 10 GB cheklimasi va buning 1 TB bu shaklda. Bundan boshqa bir hujjatning yo'llash cho'ngligi 10 GB dan oshib ketsa bo'lmaydi. Meniki 50 GB, ya'ni bir qatimda 50 GB hujjatni avatalaymiz degan gap. Bundan keyin qarasanglar, menda birazdan keyin so'zlaymiz. Har bir ulanmaning 48 soat vaqti bor. Haqsiz nashrniki, ammo haqliq nashrniki cheklamsiz. Tushirish va boshqa iqtidorlar bu shaklda, haqsizniki, haqliqnoma bu shaklda bo'ldi. Bu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi, munosabatli ulanmalarni mazkur videoning ostiga qo'yib qo'yma, aşağıdan tushirib olsanglar bo'ldi. Kirsanglar, mana bir ulanma chiqadi. Buni aqcham balkim bilishinglar mumkin, WeTransferga o'xshaydi. Ya'ni bu orqali hujjat tanlab, shu hujjatni o'zimiz xohlagan bir emailga avatamiz. Buningki vaqti 24 soatdan 48 soat ichida tushirib olsa bo'lgan yoki undan keyin u adresdagi narsalar, u hujjatlar, biz avatgan hujjatlar yo'qolib ketgan shaklda avatqil bo'ladi. Masalan, sig'imi cho'ng hujjatlarni bu shaklda avatdik. Endi bu Send Anywhere orqali bu shaklda avatalaymiz. Undan boshqa yanfullarimizga, mayli iPad bo'lsin, mayli boshqa Android tabletlar bo'lsin, kompyuterlar bo'lsin, har xil tipdagi hammasiga avatqil bo'ldi. Hem o'zininki hammasininki app bozorda applar bor, detallar bor. Uni birozdan keyin ko'rib chiqamiz. Oldi bilan bu detalninki kimlar tarafidan, qaysi o'rinlarda, qaysi davlatda yasalganligini bir ko'rib chiqaylik. LinkedIn'ga bu uchurlarga qarasak, hammasi koreyacha, buni biz darhol uyg'urcha tarjima qilamiz. Bu shakldagi to'r bekatlarni uyg'urcha tarjima qilish va xatlarni mana shaklda chiroyli chiqarish usuli ilgari darslarimizda bor. Masalan, qarasanglar, Google tarjimani bilan har qanday to'r bekatlarni tarjima qilish va to'r bekatdagi xatlarni chiroylilashtirish bu darslar orqali buning o'xshash tarjima qilish va xatlarni chiroyli qilishga bo'ladi. Ammo qaragan bo'lsak, Send Anywhere bu to'r bekat. Undan keyin buning bosh shtabi, ya'ni bosh ishxonasi Seoul, ya'ni Koreya, 2013 yilda qurilgan.
hüccət ortaqlaşış tor texnikasi supal qilgan mulozimət şəkildə xizmətlərini hep berdigan bir şirket. Undan sonra mən qoşuşunu besishi orqali hüccətni tanlay. Desktopdan bu resimni tanlay tezroq bo'lish uchun tanladim. Qarasanlar bu yerda direct ya link ve email 3 tal tanlanma var. Ama üstüge qarasanlar add more deganni men qo'shib belgisini yana bassanlar bu yerdan yana boshqa hujjatlarni tanlasanlar bo'ldi. Bu şekilde hujjatlarni tanlashni ko'rib chiqdik. Undan keyin asta qarasanlar mening asta maya qarasanlarmi bevosita shu hujjatninki sig'imi ko'rinadi. Maya qarasanlarmi umumiy hujjatning bu yerda necha tal hujjat tanlagan bo'lsanglar umumiy hujjatninki sig'imi ko'rinadi bu yerda. Mana Hamda bu yerda reset degani bassanglar mana shu shaklda hammasi quruq bo'lib ketadi. Biz qayta tanlaylik. Buni tanlab bo'lgandan keyin direct degan holat tanlangan holatda send degani bassaq bu yerda ta'tir sanoq boshlab skip qarasanlar bu nomer orqali telefon va yoki iPad va yoki boshqa tablet kichik uskunalarda buning nomerini va yoki shu ikkilik kodni skanerlash orqali hozirgi rasmni tushira olamiz. Buning birdan bir sharti cho'qim o'xshash Wi-Fi ga ulanish kerak. Bu shaklda tushirsak bo'ldi. Endi biz darhol shuning davomini telefondan ko'rib chiqaylik. Ya'ni telefonda bu nomerni telefondan yozib bu rasmni telefonga olib ko'rib boqaylik. Munosabatlik bütün tushirish ulanmalarini shu videoni aslo qo'yib qo'ymay, aşağıdan Android bo'yicha Alma bo'yicha kompyuterniki Windows kompyuterisi o bo'yicha Alma kompyuterisi o bo'yicha hamma adresini tafsili qo'yib qo'ymay aşağıdan ichib tushirasanlar bo'ldi. Undan so'ng biz birlikda App Store'a kiraylik. App Store kirgandan keyin izlash rayoniga send anywhere deb yozgandan keyin birinchisi shu buni tushiramiz. Bunun sig'imi 87 MB. Ko'rayotganinglardek app tushib bo'ldi. Endi biz buni ochaylik. Ko'rayotganinglardek normal bir shaklda tushibdi. Buni ochgandan keyin mana shaklda bir muncha narsalarni talab qildi. Hammasiga qo'shilamiz. Undan keyin tamomni bosgandan keyin qarasanlar telefondagi resim, video, kishilar, ya'ni o'zimizniki aloqalash qo'shgan nomerlar, ana dosyalarni hujjatlar mana shaklda tanlash orqali avaysak bo'ldi. Va yoki bundan chiqishni xohlamasak, bu yerdan izn bermasak bo'ldi. Men izn berdim bevosita qaytaman. Mana bu yerdan hujjatlarni avat qilib bo'ldi. Masalan, film bo'lsin va yoki MP3 hujjatlar bo'lsin, hammasini avat qilib bo'ldi. Hammasi qarasanlar evet topshirib ol. Qarasanlar faoliyat jarayonimiz. Undan keyin bizniki adresimiz debdi. Hamma biz birinchi bo'lib kirishdan ilgari mana shaklda chiqqan vaqtda xohlaganini tanlab nima qilsak bo'ldi. Qarasanlar oldi bilan biz kirishdan ilgari, ya'ni buningga tizimlab kirishdan ilgari bu yerni ko'rib chiqaylik. Masalan, kompyuterdan qarasak biz mavrasini tanladik. Tanlagandan keyin direct degani besib turib sendni bosdik. Bosgandan keyin qarasanlar hozir ta'tir sanoq bu yerdan atlab o'tib ketamiz. Qarasanlar endi bu nomerni biz kirgizamiz. Masalan, biz topshirmoqchi bo'lganligimiz uchun topshir oldigani besib va ustidagi QR kodini skanerlasak bo'ldi va yoki mayadagi nomerni kirgizsak bo'ldi. Men bevosita nomerni kirgizay. 49 0 7 0 3. Qoldigani bosgandan keyin qarasanlar mana rasmning o'zi tushyotadi va telefonningki ismi, qanday telefon ekanligi hammasi chiqyotadi. Endi biz buni ichib mana qarasanlar mana shu rasmning o'zi shu. Bevosita qarasanlar bo'ldi. Endi biz menga qarasak bevosita albomga tushadi degan gap. Shu rasmning avatga rasmning hammasi bevosita albomga tushadi. Agar albomga tushmay qolib qolsa, mayadagi 3 chekni besib bu yerdan ayirlar, ya'ni tanshakka kirib
Tanışıktin mani içimize. Bunu içitkendan keyin bütün resimler ve videolar avtomatik albomga tushadi degan gap. Biz kompyuterdan yonfonga avatishni ko'rib chiqdik. Buningki asos usuli cho'qim kompyuterdan yonfon o'xshash bir to'g'ri bo'linishi kerak va 10 minut ichida topshirishimiz kerakligini ko'rib chiqdik. Endi biz yonfondan ko'rib boqaylik. Masalan, mushu rasmning hammani avatishimiz uchun ustidagi mani bassaq, hammasi avtomatik tanlanadi. Tanlangandan keyin aslida megabayt saniya, ya'ni bundan cho'ng kichiklik chiqadi. Men faqat birini tanlamoqchi bo'lsam, birini tanlab bo'lgandan keyin buning cho'ng kichiklik mana shaklda chiqdi. Men bu yerdagi gönder deganni bosaman. Bosgandan keyin qarasanglar mana o'xshash shaklda nomer chiqdi va QR kod chiqdi. Biz buni yana bu yerga kirgizish orqali 173 514 deb kirgizish orqali bu rasmni topshirib olsak bo'ldi. Qarasanglar mana rasm topshirilyapti-da. Bu yerdan bevosita tushiramsiz deb chiqdi. Biz tushiramiz dedik. Bu shaklda to'rbekat yuzida ishlatishni ko'rib chiqdik. Endi biz birozdan keyin shuning detalini kompyuterga qachalash orqali buni ko'rib chiqamiz. Hozir kompyuterdan yonfonga ilishni, yonfondan kompyuterga avatishni ko'rib chiqdik. Endi qaraydigan bo'lsanglar yana o'xshash shaklda rasmni tanlab, endi link deganni bosgandan keyin mana bir narsa chiqadi. Buning sababi shu, o'zinglarningki Google va yoki Facebook hisobi orqali mana ko'rayotganinglardek Google va Facebook hisobi orqali tizimlab kirgandan keyin sizlarga mush hujjatlar va yoki bundan cho'ng hujjatlarni 10 gigabayt cheklamasi bilan bir ulanma, ya'ni bog'lanish adresi chiqarib berdi. Shu bog'lanish adresini boshqalarga avatib bersanglar, xohlagan yerda tushirib oladi degan gap. Bu xudoni ishlatish uchun cho'qim Google va Facebook bilan kirishimiz kerak. Men bevosita Google orqali kiray. Ko'rayotganinglardek normal bir shaklda kirdim mana. Endi men linkni bosgandan keyin men sendni bossam, atlab o'tib ketdim. Qarasanglar mana. Ma adresini bossak ko'paytirildi. Endi biz mavhum holatda ichib boqaylik. Ochgandan keyin bu adresni aylan 4 sekund chiqadi. Undan keyin davomlashtirsak, qaranglar mana. Mayadagi adresni men bevosita mayada ochgandan keyin chiqdi va men buni bosish orqali bu rasmni tez suratda tushirib oldim degan gap. Shuna qilib mana normal bir holatda tushirib oldim bu rasmni. Unda bo'lsa biz buni yonifondan ko'rib chiqaylik. Qarasanglar bu yerda my link degan yana besib, bu yerdan kaydol va yoki kirish yap degan yana ikki o'rin bor. Yangidan a'zo bo'l yoki bevosita kir deganni bosamiz. Men bevosita kirgandan keyin yana o'xshash shaklda Google va Facebook hisobini talab qildi. Biz Google hisobini ochganligimiz uchun Googledan kiraylik. Ko'rayotganinglardek normal bir shaklda kirdim. Men biroz ilgari hosil qilgan adres bu yerdan ko'rindi. Qarasanglar ostida son kullanım 47 soat 58 minut debdi. Ya'ni bir narsani to'rdan va boshqalarga avatmoqchi bo'lsanglar, bu faqat 48 soat turdi va buning sig'imini birozdan ko'rib chiqamiz. Bir qatimda qancha sig'imda narsalarni avatalaymiz, buni ko'rib chiqamiz. Endi biz ABM adresini bevosita yana o'xshash shaklda to'rdan tushirib olsakmi bo'ldi. Men bu yerga downloadni bosdim. Mana ko'rayotganinglardek tushib bo'ldi. Yana albom qarasak, normal bir shaklda tushdi degan gap. Unda esa biz buni ko'rib chiqdik. Hamda buningki sig'imini ko'rib baqsak, ma ustidagi 3 chekni bossak, qarasanglar my linkning o'ng tarafiga qarasanglar, ya'ni 10 gigabaytgacha hujjatlarni o'zaro to'rdan avatalaymiz degan gap. Men buni xatoni o'chirdim. Endi yana biz kompyuterga qaytib kelaylik. Kompyuterda ham biz ilgari avatgan yoki biz biroz ilgari hosil qilgan adreslarni bu yerdan ko'ra olamiz va bevosita bu yerdan tushira olamiz, ilxatga avatalaymiz, yutalaymiz. Yana transferga qaytib
okeyni basgandan keyin yana qo'shni besib bu hujjatni tanlab bu qo'shni besib yana hujjatni tanlaylik. Bu qatam biz email orqali avatishni ko'rib chiqaylik. Ma birinchi o'ringa ya'ni qizil o'ringa topshirolmoqchi bo'lgan, ya'ni biz avatmoqchi bo'lgan kishining emailini kirgizamiz. Masalan, mening yana bir emailimni kirgizay. Kirgandan keyin astiga ma'lum narsani yozsaqmi bo'ldimi yoki astiga zahat shaklda tizib qo'ysaqmi bo'ldi. Bu yerga yana boshqa emailni yoza olamiz, bir necha emailni yoza olamiz. Men bevosita qizilni sendni bosdim. Bosgandan keyin basic contact sanoq boshladi. Qaranglar, evet bo'ldim. Endi biz xat sanduqimizni chiqib ko'rib boqaylik. Bu hujjatning normal bir shaklda avatilganligi haqida uchur keldi. Avatguchi men yana topshiruvchining emailini mana shaklda eskartibdi. Biz topshiruvchi emailiga qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsanglar, mana shaklda chiqdi mana. Men topshiruvchi bo'lgan, ya'ni topshiruvchininki o'rniga yozgan emailimni açtım. Açgandan keyin mana shaklda chiqdi. Biz bevosita buni besish orqali tushirib olsak bo'ldi mana. Qaranglar, yana basic contact sanoq. Mayani besish orqali mana tushirib olsam bo'ldi degan gap. O'xshash shaklda. Men buni tushunmay. Shunday qilib biz yerlik torimizni ishlatish orqali avatishni o'rgandik. Ikkinchi qatimda ulanmaslik qilib avatishni o'rgandik. Uchinchi qatimda xat sanduq orqali avatishni ko'rib chiqdik. Bundan so'ng biz mana bu 3 chiziqni bosgandan keyin mana qarasanglar download deganni bosamiz. Bosgandan keyin qarasanglar mobile, ya'ni Android, iOS va Amazon Kindle debdi. Ana desktop debdi, Windows, Mac OS, Linux, andan keyin Outlook. Mavi web, ya'ni torning o'zidanmi bevosita Google Chrome'ga qistirma qoshlash orqali ishlatalayotganimizni ko'rsatdi. Biz Windows ishlatganligimiz uchun bevosita Windows'nikini tushiraylik. Mana shaklda tushirib biz yana ustal ustini ko'rsatib bu yerga tushsin. Mana Free Download Manager degan mana tushirish yordamchisininki darsimiz ilgari darslarda bor. Mush darsimiz shu tushirib qochirib olsanglar bo'ldi, tushishga foydasi bor. Undan so'ng buni o'chirib buni tushib qolishini saqlaylik. Asli qarasanglar qanchalikdan tushayotganligini, ya'ni torning qanchalik suratda tushayotganligini bu yerda ko'rsatib turibdi. Buning darsimi yana ilgari darslarimizda mavjud. Mana kompyuteringizda qanchalik tor ishlatasiz degan uch dars orqali bu shaklda ko'rib olsanglar bo'ldi. Torning qanchalik ishlatgan va yoki tushayotgan chiqayotganligini. Xo'sh, shundan so'ng mana tushib bo'libdi. Biz buni ochaylik. Ochgandan keyin mana bu shaklda chiqdi. Bevosita qochalaymiz. Normal bir shaklda qochilyapti. Endi biz bevosita ochamiz. Ochgandan keyin mana shaklda ichildi mana. Endi biz ABM'ga adres hosil qilib o'tish yoki email boshqa avatish usullarini yana shunda qila olamiz. Qilishdan ilgari cho'qim ABM'ga o'xshash cho'qim kirishimiz kerak, tizimga kirishimiz kerak. Google orqali kirgan edik. Biz yana Google orqali kiramiz. Ko'rayotganinglardek normal bir shaklda Google bilan kirdik. Ustida yana qanchalik sig'imimiz qolganligini ko'rsatib turdi. Yana 10 GB sig'imda hujjat avatalaymiz degan gap. Yana o'xshash shaklda men bu rasmni bu yerga qo'ydim. Qo'ygandan keyin qaranglar. Bu yerda 865 mal nomerlar biz AB'ga ko'rib chiqqanga o'xshash yanfon orqali, ya'ni yerlik tor orqali o'xshash torga bog'langan bo'lsak, o'xshash tordan topshirilish, buningki nomeri shu. Ya'ni o'xshash torda bog'langan bo'lsak, shu orqali topshirib olsak bo'ldi. Masalan, endi telefon qarab boqaylik. Yana biz topshirmoqchi bo'lganligimiz uchun oldigini bosib, bu yerga nomerni kirgizamiz. 865 626 deganni oldigini bosamiz. Bosgandan keyin
Ko'rayotganlaridek tushyapti-da mana. Endi bir qatim ishlatib olgan bo'lsanglar, masalan, avatgandan keyin bevosita iPhone X ya'ni yonfonninki ismi chiqadi. Buni bosish orqali bevosita yonfonga avatsanglarmi bo'ladi. Ko'rayotganlaridek mana kep bo'ldi. Biz bu yerdan ol deganni bosib topshirib olsak bo'ladi. Ko'rayotganlaridek topshirib oldi. Bu xil topshirilishniki biroz nimasi bor, ya'ni biroz asta. Nima uchun degan vaqtda buni yo'llaysizlar. Yo'llab bo'lganda bu yerdagi telefonni bosgandan keyin bu rasmni yerlik tordan emas, bevosita tor bo'shliqqa chiqarib, tor bo'shliqdan yonfonga avatib turdi. Anda vaqtda biroz shu jarayon biroz vaqt oldi. Shunlashqa bevosita bu nomerni kirgizish orqali topshirasanglar tez suratda topshira olasizlar. Hamda maya qarasanglar share link deganni bossanglarmi yana bu bo'shliq chiqadi. Bo'shliq chiqqandan keyin ustidagi adresni yana qarasanglar mana chiqib bo'lsin, ko'rsatib qo'yay. Chiqib bo'lgandan keyin bu adresga yana bir bosgandan keyin ko'paytirildi. Biz yana o'xshash shaklda bu yerga choplash orqali bu hujjatlarni topshira olamiz degan gap. Ko'rayotganlaridek. Va yoki yana shu o'xshash adresni yonfonga kirgizish orqali topshira olamiz degan gap. Bu yerga my link deganni bossak, biz hosil qilgan butun ulanmalar qanchalik ulanma bo'lgan bo'lsa, mesela my linkni bossak 3 tal ulanma bor ekan, ammo telefonda yana o'xshash shaklda 3 tal ulanma bor degan gap. Mayada 3 tal ulanma bor ekan, telefonda yana o'xshash shaklda 3 tal ulanma bor degan gap. Chunki ikkilisi o'xshash hisobda ishlanganligi uchun bu shaklda ko'rib kontrol qilib tura olamiz. Yana o'xshash shaklda telefondan appga avatib boqaylik. Yerlik torni ishlatish orqali avatimiz. Endi biz yana gönder deganni bosgandan keyin men bu qatim video avatay. Masalan 201 megabaytlik video avatay. Gönder deganni bosib Mau PC'ni bassak yana bu videoni torga yuklaydi, tordan kompyuterga keldi. Anda olganda yana vaqt so'zilib ketadi. Ham mayadagi bağlantıyı paylash, ama qizilni bassak yana o'xshash bu narsani torga yuklab, undan keyin ulanmaslik qilib berdi. Shunlashqa biz o'z kompyuterimizni ya'ni uyda yoki oilada ishlatgan bo'lib qolsak, bevosita bu nomerni kirgizish orqali topshirib olsak bo'ladi. Boshqalarga, boshqa do'stlarimizga yoki yiroq o'rinlardagi kishilarga avat bermoqchi bo'lsak, bevosita bağlantıyı paylash deganni bosish orqali buni torga yo'llab, tordan adresini, hosil qilib bergan adresini avat bersak, o yerdan tushirib bo'ldi. Tushirish soati faqat 48 soat. Masalan, men bevosita bağlantıyı paylash degandan keyin qarasanglar torninki tiz asliga qaraymiz. Mana hozir 1%dan chiqib o'tadi, 7 minutda chiqib qoldi ekan. Ya'ni bu videoning cho'ng kichikligi 201 megabayt. Buni torga yuklaydi. Torga yuklagandan keyin uningdan adresini bizga hosil qilib chiqarib berdi. Biz buni yerlik kompyuterimiz ishlatganligimiz uchun buni to'xtatamiz. To'xtatdik, buni yuvib etdik. Biz bevosita avat boqaylik, buning avatish tezligini ko'rib boqaylik. Gönder deganni bosgandan keyin yonfondan hosil qilib bergan nomerni kirgizamiz. 040 549. Enterni bosgandan keyin qarasanglar bu video shu. Maya orqali nega tushirganligimizni belgilaymiz. Men bevosita desktopga tushiray. Tanlab bo'ldim. Hozir tushirishni boshlaydi. Qaranglar. Abay torga yuklash uchun 7 minut vaqt talab qilgan bo'lsa, hozir bevosita avatish uchun 1 minut vaqt talab qiladi. Ko'rayotganlaridek video avatilib bo'ldi va ustal ustiga tushdi degan gap mana. Xo'sh, shunda qilib biz avatishni, topshirilishni va faoliyat jarayonlarimizni shundaqla ilgari hosil qilgan tor adreslarini, hujjatlarimizningki tushirish adreslarini ko'rib chiqdik. Android, iPhone, iPad va boshqa markadagi tabletlar, undan keyin
Alma kompüter ve Windows kompüterlerinki usullari muşunga o'xshash. Bu şekilde paydalansanlar bo'ldi. Unda ise dersimiz müşahici bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergishishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.